konstitutsiyadan ham kuchliroq qaror bor ekan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarori. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Fatima Jo'rayeva yana sizlar bilan ko'rishishga ahd qildim. Bu safar nima haqida gaplashamiz deb o'ylanayotgan bo'lishingiz mumkindir. Bu safar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31-may 2024-yilda qabul qilgan 319-sonli qarori haqida bir o'z fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim. Va bu qarorning bugungi kunda ijrosida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar haqida o'zimni gardanimdan o'tgan og'riq va boshqalarni o'rganishlarim haqida nimalar bo'layotganligini aytib o'tgan holda Vazirlar Mahkamamizga bir necha takliflar kiritmoqchiman. Joriy yilning 24-mart kuni menga tegishli bo'lgan Qo'yliq 5 mavzesi 52-uyda joylashgan tadbirkorlik subyektiga kelishib, hududiy elektr tarmoqlari, Sergeli hududiy elektr tarmoqlari tomonidan qandaydir dalolatnoma rasmiylashtiribdi. Bu haqda meni xabarim bo'lmadi. Men kelgandan so'ng opa manaqa ishlar bo'ldi deb aytib berdi. Qarab, to'g'risini aytsam hayron qoldim. Tashqi reklama, ya'ni Zenox Toys tadbirkorning amalga oshirayotgan faoliyati, o'yinchoqlar do'konining nomini qo'ygan nomga tashqi reklama uchun alohida hisoblagich o'rnatmamsizlar. Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qaroriga asosan o'rnatishlaring shart edi deb dalolatnoma tuzishibdi. Va tegishli hujjatlarni tayyorlagan holda buni mana qo'limda sizga taqdim qilaman, ko'rasiz. Sergeli tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Elyor Ergashevga hududiy elektr tarmoqlari shu qarzdorlikni undirish bo'yicha xat ham yuboribdi. Shundan so'ng tuman Ichki ishlar boshqarmasi uchastka profilaktika noziriga bergan va u men bilan bog'langan qo'lidagi dalolatnomalarni va tayyorlangan hujjatlarni ko'rib, rosti hisoblangan holatlarni ham ko'rib, rosti shokka tushdim. Sergeli tuman hududiy elektr tarmoqlariga qattiqroq aytib ketay. 2017-yildan buyon sizlarning mijozingizmiz. O'sha Qo'yliq 5 mavzesida tadbirkorlik subyektimiz, ya'ni noturar joyimiz va u yer dalolatnomada ko'rsatilganingizdek Qo'yliq 5 31-uy yoni emas. Kadastr hujjatiga ega bo'lgan Qo'yliq 5 52-uy. Unutmang shuni. Shartnomalaringiz bor. Juda yaxshi bilasiz. Texnik shartlarni ham bergansiz. Nimaga endi noto'g'ri yozib ketyapsiz? Dalolatnoma tuzyapsizmi? To'g'ri, konkret tuzing bo'lmasam. 319-sonli qarorning mohiyati bilan qiziqishni boshladim. Elektr energiyani va aynan energetika sohasida va nafaqat elektr energiya, balki gaz, elektrlarning tejash, ya'ni unumli foydalanish haqidagi yoki aldaganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rish to'g'risidagi qarorga o'xshadi mening nazdimda. Va uni yana mohiyatini o'rganib borgan sarim u yerda shunday yo'l-yo'riqlar ko'rsatilgan. Faqat ozgina ma'qullik bor. Hisoblash davrini ko'rdim va taxminiy tezkor qayta hisob-kitob dalolatnomasini olib, masalan, Sergeli tuman elektr tarmoqlari qayta hisob-kitob komissiyasi a'zolari tomonidan tuzilgan dalolatnomani ko'rdimda yana hayratga tushdim. Bu yerda bilasizmi, kun 481 kunga va 24 soatga ko'paytirilmoqda. Qayerda elektr energiya yoki gaz 24 soat yoqib turganligini birov ko'rgan? Kimnikida shunaqa holat bor? Shu Vazirlar Mahkamasi qarorini tasdiqlayotgan deputatlar yoki Vazirlar Mahkamasining o'zining mutasaddilarini uyida ham 24 soat svet yoqib turadimi? Yoki gaz yonib turadimi? Ish faoliyatimiz 9:00 dan 23:00 gacha. Elektr energiyasi aynan tashqi yoritishlar qishki davrda 18:00 dan, yozgi davrda esa 19:00 dan yoqiladi. Unday bo'ladigan bo'lsa 6-7 soat yoniq turishi ehtimolligi mavjud. Kechasi umuman hech kim svetini yoqib qo'ymaydi. Ayniqsa bugungi kunda elektr energiyasini bir necha baravarlar oshib ketgan narxlarida hech kim bu ish qilishga botin olmasa kerak. Hatto kerak bo'lsa uyimizdagi svetlarimizni ham ortiqchasini o'chirib yuribmiz. Buni hamma tasdiqlaydi. Kim kruglosutishni yoqib qo'yapti? Menga birortasi men borman, 24 soat svetim yonib turibdi deyoladigan mard bormi O'zbekistonda? Keyin yana o'rganishlarimni ko'rib, dalolatnomani ko'rganimdan so'ng biroz to'g'risi g'azablandim. Mantiqan yondashuv umuman yo'q.
va yozib qo'yilgan o'ziga yarasha qanday hisob kitoblar qilinadi, 481 kunda qayerdan oldi bular degan savol yana qiziqtirishni boshladi. Va o'rganishlarim natijasida balotnoma tuzishda nimalarga e'tibor qaratilishi, ya'ni birinchisi tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tgan kuni hisobga olinar ekan. Guvohnomasi bular hozirgi kunda onlayn nomini aytsa ham chiqib keladi, qachon va qayerda Orginfo ma'lumotlar bazasida chiqib keladi. Agar u bo'lmagan taqdirda ijara shartnomasi bo'lgan kundan. Tadbirkorlik subyekti mana bizga 7-yanvar 2025-yil kundan kirib kelgan ijara shartnomalari bilan. U ham bo'lmasa, xodimning oxirgi hududni aylangani va elektr energiyalarini yoki gaz ta'minotini o'rgangan kunidan hisoblanar ekan. Agar o'shalar bo'lmasa, keyin oxirgi 3 yillik hisoblanar ekan. Bu yerda qani mantiq? Qani bir xalqqa bir yordam bilan yondashuv? Vazirlar Mahkamasining qarorida qat'iy belgilanib ketibdi-yu, lekin shunaqa nyuanslar, xalqqa kerakli joylar umuman belgilanmagan. Vazirlar Mahkamasidagilar ham bizga o'xshagan odam. Ularning qarorini ijro etayotgan ichki ishlar xodimi, prokuraturasi, hududiy elektr tarmog'i, hudud gaz ta'minoti ham o'zimizga o'xshagan odam. Hozir nima bo'lyapti? Men masalan Sergeli tuman hududiy elektr tarmoqlaridan jahlim chiqyapti. Xafa bo'lyapman va albatta Vazirlar Mahkamasining olib chiqqan qarorini ham bugungi kunda nafrat bilan qarayapman. Tadbirkorga qilinayotgan yaxshilik qo'sh tirnoq ichida. Xuddi shunday holatda men boshqa viloyatlarda bloger faoliyatim bo'lgani uchun, jurnalist bo'lganim uchun menga shunchalik qiyinchilik tug'dirayotgan bu narsa boshqa joylarda qanday bo'lyapti ekan degan savol bilan, qiziqish bilan o'rganishni boshladim. Xuddi shunday Andijon viloyat tumanlarida hudud gaz ta'minot tomonidan ham harakatlarni ko'rib, to'g'risi yoqamni ushladim. Qayerlarga qarab ketyapmiz? Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod qishlog'ida Odilov Inomjonning uyiga videolarni taqdim qilaman, ko'rib borasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. O'zlari yo'q paytda qizi uxlab qolgan ekan, kasal qizi dori ukol olib uxlab qolgan. U qiz turmushga chiqib ketgan qiz, ota-onasinikiga mehmonga kelgan qiz uxlab qolgan paytda qo'shnining devoridan oshib tushibdi. Vaholanki bu yerdan oshib, u yerda devorgulimiz oshib, shu devorgulimiz polniy bo'lgan. U devorgullarni ham o'zlari kesishgan, kesib o'tib ichkarigacha kirib bo'lgan. O'sha kuni men kelganimda qizim mana shu yerda eshik yopishmay turishgan ekan. Mana eshiklarimizni ham mana ko'ringlar. Eshiklarimizni mana sindirib, pachani chiqarishib, zo'ravonlik qilib urib tepib ketishgan. Mana sindirib, pachani chiqarib ketgan. Mana. Eshiklarni taqillatishgan, tepishgan, u qilishgan, bu qilishgan. Qo'shnining devoridan oshib tushib, u qiz joni chiqib ketdi qo'rqib. 5-6 ta erkak xonadonda yurganini ko'rib, ota-onasi dod deb telefon qildi, kimdir yuribdi. Endi men tasavvur qilyapman, to'yda yoki ishda yurgan ota-onaga qizi telefon qilib, turmushga chiqib ketgan qizi uyiga mehmon bo'lib kelgan qizi, uyda erkaklar yuribdi, ota yordam bering yo ona deganini tasavvur qilyapman. U ota-ona nima holatga tushgan? O'sha kuni ishdan qaytib tursam, ko'chada shu bir 6 ta 7 ta mashina, bir 20 ta yoshi odam bor edi. Ichki ishlar xodimiga ham ko'zim tushdi. Men faqat shu Inom akam yo birortasi mashinada urib olgansa o'lim netib qoldi, yo uyda birortasi o'zini osib qo'ydi deb o'yladim haqiqatan. Juda ham qo'rqib ketdim. Vaholanki har birimiz farzandlarimizga ehtiyot qilamiz, ayniqsa birovning xasmi bo'lgan farzandlarimizni. O'shanday holatda, shok holatda yugurib kelgan ota-ona uyda erkaklarni ko'rib, ota tabiiyki jahli chiqqanidan pichoqni olib, o'sha hudud gaz ta'minot va ularga podдержканы, ko'makni berib turgan prokuratura, tuman prokuraturasining xodimlarini quvib haydagan. Hech qaysisida maxsus formasi bo'lmaganligi sabab birortasini tanimagan. Ularni biror bir kishi deb o'ylamagan. Bularni haqiqatan uyiga bostirib kirgan odamlar deb o'ylagan u odam. Haydagandan so'ng o'sha Baliqchi tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, sobiq boshlig'i yoniga yaqinlashib kelib, hal holatni tushuntirgan. Bu Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarorining ijrosi ekanligi, hudud gaz ta'minot tomonidan xonadonlar tekshirilayotganligi va prokuratura ham shularga nima desam bo'ladi, shu Vazirlar Mahkamasining qarorini ijrosini nazoratiga mas'ul bo'lib qolganligi haqida aytgach, u odam eshigini ochib berib, marhamat tekshiringlar deb ularga hammasiga dostуп bergan. Ular qaragan,
va hech qanday qonun buzilishi aniqlanmadi degan dalolatnoma tuzishib, imzo qo'ydirib chiqib ketayotganda uy egalari bizga ham bir nusxa berasizmi yoki suratga olamizmi desa, yo'q, shart emas deb qo'llariga hech qanday nusxa bermay olib ketishgan. Qanchadir vaqtdan so'ng esa mahalla raisi va boshqasi yana kirib, yana aylanib turib ketgan. Bir oy, 15 kun, bir oy vaqt o'tgach esa bularni gardaniga 100 qancha million miqdorda qarz, ya'ni u yerda qanaqadir duxovka turgan ekan, ular bir hafta bo'lmagan, olib kelmagan, ishlamayotgan narsani, propanga ishlaydigan narsani duxovka turgan ekan deb turib, bularga nisbatan ishlar ochishib, juda katta miqdorda 100, adashmasam 180 millionga yaqin miqdorda qarzdorlikka chiqarib, ularga pulni to'lash to'g'risida majburiyat yuklatib chaqira boshlaganlar. Xuddi shunday holat Ulug'nor tumanida ham bo'lgan. Sultanov Zafar ismli shaxsning tashlandiq yotgan bir joyida bu yerda noqonuniy kafe bor, faoliyat yurityapti deb turib, u yerda katta miqdorda gaz ajratilmoqda deb 600 million so'm miqdorida qarz chiqarishgan. So'ngra u odam chidamay qaydan topaman bu 600 millionni deb o'zini hatto osgan ham, tushuntira olmagan tegishli organlarga. O'zini osib kasalxonaga tushgan. 3-4 kundan keyin chiqqandan so'ng esa bularning taqdiri nima bo'ldi deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Odilov Inonjonni ham, Sultanov Zafarni ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olib tiqib qo'yishgan. Mantiq qani? Milliardlab xalqni pulini o'g'irlab, davlatni pulini o'g'irlab, yolg'on ma'lumotlar berayotgan, milliardlab zarar keltirayotgan quruvchilarni kerak bo'lsa viloyat prokuraturasi, Andijon viloyat prokuraturasi, tegishli idoralar, bosh prokuraturalarga berganmiz, hali ehtiyot chorasi qo'llanib ichkariga olib kirilgani yo'q. Milliardlab davlatga zarar yetkazayotganlar har kuni ko'rinyapti. Lekin ularga nisbatan bunaqa qattiq choralar ko'rib, ularni bir tiqib olib borib qo'yilayotgani yo'q. Nima bu hozir? Nima qilmoqchisizlar? Maqsad xalqni nafratini qo'zg'ashmi? To'g'ri. Siz to'g'ri tushuning. Aldayapti, yashir. Men Vazirlar Mahkamasining qarorini o'qidim-da, u yerda o'sha noqonuniy faoliyatlar yuritayotganlar haqida, lekin shuni oldin isbotlash kerakmi? Shuni bo'yniga qo'yish kerakmi? Yo statistika uchun hammani teng, ho'l quruvni teng yoqaverish kerakmi? Nima qilish kerak? Yana bir gap. O'zbekiston qonun ustuvor davlat va eng asosiy qonunimiz konstitutsiya. Konstitutsiya mulk daxlsizligi haqida yozib qo'yilibdi. Qanday qilib hududiy gaz tarmoqlari, hudud gaz ta'minot qanday qilib odamlarning o'zi yo'q paytda mulkiga daxl qilgan holda uylariga oshib tushdi. Shaxsiy mulk daxlsizligi qayerda qoldi bu? Men eshitganman, qachon unaqa qilib reydlar, tadbirlar uyushtirilishini. Davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlar bo'lsa, ana shu xonadonda o'shanday odamlar borligi, qurol-yarog' saqlanayotganligi yoki shunga o'xshash qaltis vaziyatlar bo'lsagina shu narsa amalga oshirilardi. Hozir esa konstitutsiyadan ham kuchliroq qaror bor ekan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarori. Ana shu qaror hamma narsa qilishga ruxsat berib qo'yibdi ekan mana. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Nig'matovich Aripov Vazirlar Mahkamasida qonun ustuvorligini ta'minlab yoki shu qarorlarni chiqarayotgan insonlar, mas'ullar, ko'zlaringni ochinglar. Xalq qachongacha chidaydi bu narsaga deb o'ylayapsiz? Mantiqan yondashadi degan gapdan qochinglar. Chunki bular hech kim bu qaror ijrosida mantiqan yondasha olmaydi. 24 soat deb yozib qo'yganingizdan keyin. Siz mantiqan yondashing. Mantiqan yondashib kerak bo'lsa rasmigacha qanday mana reklamni shitlarini yozibsizlar. Bu reklamada leddan past oladigan 0.09 kilovat ishlatadigan harflarga nisbatan demagandirsiz. Hech bo'lmaganda rasmlar bilan tushuntirib qo'ying. Gazda ham xuddi shunday qiling. Nimaga endi xalq qiynalish kerak? Siz o'ylayapsiz xalqda 180 million, 600 million shunaqa summa bor deb o'ylayapsizmi? Davlatga to'laydigan yoki qayerga bu narsani to'lattirib xalq nima qilsin keyin?
vatangado, kafangado qilmoqchimisizlar xalqni? To'g'ri, uzr, hurmatli kuzatuvchilar. Asabim kelib ketganidan ozgina emotsiyaga berilib ketdim. Ming bor uzr, lekin Vazirlar Mahkamasidan aynan shu qaror ijrosida eng avvalo hurmatli yurtboshimizdan, Bosh vazir Abdulla Nig'matovich Aripovdan, inson huquqlari bo'yicha ombudsman va barcha mas'ullardan ushbu qaror ijrosini va ayniqsa prokuratura bilan ichki ishlar, chunki ularga yuklatilibdi shu narsa. Qaror ijrosini mantiqan yondashgan holda konkret yo'nalishini chizib bersalaring. Bunday holatda bunday hisoblansin, mana bunday holatda bunday hisoblansin, mana bunday deb bunday deb. Bu nima bu? Kim 24 soat yoqadi svetda? Bormi mardingiz? Men yoqaman deb chiqing yonimga. Men ko'ray sizni 24 soat svetingiz yoqib turganini, shuncha qimmat narxda, shuncha qimmat tarifda. Bu xonadonda tarif emas. Tadbirkorlik subyektiga, ya'ni noturar joylarga boshqacha tarifda to'lattiryapsizlar hali ham. Xonadonga berilayotgan yashashkidan berilayotgandan anchagina qimmat to'layapmiz. Gaz ham xuddi shunday. Suv ham xuddi shunday, svet ham xuddi shunday. Endi nima qilmoqchisizlar? Yurtboshim. Bu ketishda nima bo'lishini men bilmayman. Astag'firulloh deb gapiryapman. Ming bor uzr, chunki men chidamayapman. Xalq qiynaldi. Bitta oddiy qarorni ijrosida oddiy deb gapirganim uchun uzr, lekin oddiy qarorni ijrosida konstitutsiyani tepalab o'tishlar bo'ladigan darajada qarorlar chiqaradigan yurtga aylanyapmiz yoki ijroga shu narsani to'liq vakolatni berib qo'yyapmiz. Qomusdan ustuvor qilib qo'yyapmiz. Mana hech kim chaqirgan yo'q meni. Na tergovchisi, ichki ishlar tergovchisi chaqirish kerakmidi? Mendan mavjud hujjatlar so'rash kerakmidi? Ber taqdim et deyish kerakmidi? Yo'q. Ular unaqa degan yo'q. Ular to'g'ridan to'g'ri ijroga qaratyapti yoki sudga chiqaramiz. Sudam ertaga menga qarz oladi. Yo'q, men sudda yo'q, xudo xolasa yaxshigina tushuntirib olaman. Lekin tergov organi qonun ustuvorligini ta'minlayotgan, siz ishonib o'sha qarorni ijrosini, nazoratini ishonib topshirganlar hech bo'lmaganda bu tomonda ham eshitish kerakmi? Yo hudud gaz ta'minoti bilan hududiy elektr tarmoqlarining gapi, faqat o'shalarning gapi to'g'ri bo'lish kerakmi? Qani mantiq? Do'stlar, iltimos, bu boshimizga tushayotgan kunlar, nafaqat meni boshimga, boshqalarning boshiga tushayotgan kunlar. Agar shunaqalar bo'lsa yana yozing menga, iltimos. Botimga men sizni ham murojaatingizni olib chiqishga harakat qilaman. Bu tushayotgan kunlar sizni ham boshingizga tushishi mumkinligini bilib, videomizni tarqating. Tegishli mutasaddilar ko'rishiga va tegishli mutasaddilar kerakli xulosa chiqarishiga xalq iltimos birlashing. Rahmat, sog' bo'ling.